Bizni Shifo karvoni kanalimizni nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Qozog'iston, qo'shni Tojikiston, qo'shni Qirg'iziston davlatlaridan ham kuzatib borishyapti. Ayniqsa jigar sohasi bo'yicha. Yaqinda Tojikiston Respublikasidan bir oila menga qo'ng'iroq qilib, "Domla, sizni YouTube'da ko'rib qoldik. Jigar sohasi bo'yicha sizga murojaatimiz bor." Bemalol dedim. O'g'illari, ya'ni Bahodirjon jigar sirroz kasali ekan, og'ir ahvolda qoringa suv to'playapti, muolaja qilyapti, lekin hech bir foydasi yo'q. Shuni Hindistonga olib borsak. Xo'p dedim. Barcha ma'lumotlarni tashladim, doktorlarni ham tanlash imkoniyati bor. Arzoni ham bor, o'rtachasi ham bor, xullas qimmati ham bor. O'zingizda operatsiya qilgan doktor haqida gapirib bersangiz deyishdi. O'zim operatsiya qilgan doktor haqida ma'lumot berdim. Bular tanladi. Ya'ni Max Saket klinikasini tanlashdi. Obordik, Bahodirjonni muolaja qildik. Eng qiziq joyini aytaymi sizlarga? Men shunaqa narsalarni eshitsam, nima deydi? Yana ham bizga quvvat, kuch bag'ishlaydi-da bular. Ya'ni ishga yana ham bir astoydil kirishimiz keladi. Operatsiyadan chiqdi Bahodirjon, donori ham sog', bemorni o'zi ham sog'. Bularga dadasi qarovchi, ham yo'l boshchi bo'lib borgan edi. Dadasi juda ham minnatdor bo'lib duo qilyapti. Mana operatsiyalar bo'ldi, yangi jigarlar qo'yildi o'g'ilga. Yangi jigar, yangi o'g'il qulluq olsin endi. Rahmat, bolalaringizga shukr. Uzun kunlardan yaqinlashib kelayotgan hayitlarimiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mu'min musulmonlar bilan bola chaqalarimiz bilan o'ynab yurib beringizlar. Rahmat. Doim uchun xalq uchun xizmatda bo'lingizlar. Rahmat. Alloh rahmat nazari bilan boqsin. Amin. Million marta hammalarimizga ming tahonlar rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Qarang, bundan 2 oy oldin o'ylanayotdingiz, qaysi klinikaga borsak ekan, kimda borsak ekan deb. Mana oxiri YouTube'dan ko'rdim, domla sizni dedingiz. Mana to'g'ri tanlab to'g'ri qilibsizmi yoki xato qilibsizmi? Haqiqatdan gaplarimiz hammasi to'g'ri ekan. Hozir buni behasalarım aytgan. Jigar sohasi bo'yicha, buyrak sohasi bo'yicha eng zo'r joy mana shu yer ekan. Max Saket. Max Saket ekan. Rahmat mana. Yashang. Haqiqatdan to'g'ri yo'lda ko'rsatib siz mana uning gap puli emas. Bu topilgish narsa. Lekin to'g'ri yo'lda tanlashsa gap. To'g'ri. To'g'ri yo'lda tanladingiz, adashmadingiz, to'g'ri odam bilan domlajon Allohga yaqin insonlar bilan tanishibmiz. Million marta bolalarim shunchalik oldida men xursand bo'lib turibman. Bolalarim xursand. Ana endi qancha minnatdorchilik, qancha rahmat aytsak kamlik qiladi. Rahmat. Mana siz ketishdan oldin ko'p va'dalar berdim. Shu aytgan va'dalar hammasi bo'ldimi, bo'lmadimi? Xudoga shukr, alhamdulillah. Hammasi bo'ldi. Hozir mana bo'ldi. Yana ham hozir butun oilamiz nomidan ham har biri, har qizimiz yana minnatdorchilik bildiramiz. Shoyibxonga ham, Hozirjonga ham bizlar juda xursandmiz. Rahmat. Hammasi joy-joyida. Endi bu yer o'zlarida. Endi shu dorilarni aytsangiz joyma-joy qilib turib, o'zlari iste'mol qilib yurib, joyma-joy bo'lsa endi hamma gap shunda. Rahmat. Bir minnatdorchilik bildirib qo'yaylik dedim-da. Rahmat. Amin. Bu duolarni eshitib bir hadisi sharif yodimga keldi. Payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Insonga rahmat aytishni bilmagan odam Allohga shukr qilishni ham bilmaydi degan mazmunda hadisi shariflari bor. Haqiqatan bir insondan siz yordam so'radingiz. Shu mablag' tomonidan yoki bir ish yuzasidan yoki yegulik so'radingiz. Alloh taolo o'sha odamni diliga solib sizga o'sha hojatlaringizni ravo qildi. Endi o'sha odamga rahmat, oilamizning nomidan shu ishlarimizni bitkazib berdingiz. Alloh taolo sizni sababchi qildi. Boringizga shukr, og'rimang, charchamang, umringiz uzoq bo'lsin deb bir duolar qilib minnatdorchilik bildirishni ham bilish kerak ekan inson. Chunki nimaga ish bitishdan oldin
qanchalik qiynaldingiz, izladingiz, topdingiz, endi rahmat aytib qo'yishga ham, rahmat aytishga ham shunchalik izlab topish kerak ekanda. Bahodirjonni dadasi juda ham xursand. Shuning uchun mana shunaqa duolar bizga yana ham qanot, yana ham kuch, yana ham shijoat bag'ishlaydi Xudo xolasa. Alloh taolo Bahodirjonga komil va mukammal shifo bergan rost bo'lsin. Jigar sirroz kasalidan Bahodirjon qutuldi, Xudoga shukr. Uni jigari chunki qoringa suv to'plab olgan, sog'lom jigardan sekin-sekin sirroz, gepatit ilashib borib o'sha eng oxirgi nuqtaga yetib borgan edi Bahodirjon jigari. Mana olib tashladi, donordan, ya'ni farzandidan sog'lom jigarni olib qo'ydi. Ana endi ular Tojikistonga, ya'ni vataniga qaytish arafasida. Alloh taolo bu oilaga bergan xursandchilik, bu oilaga bergan shifoni ozgina bo'lsa ham, arablarda qolil deydi, ozgina bo'lsa ham, hali ingliz tilida small deb qo'yadi, ozgina bo'lsa ham shu xursandchilikka bizni hissamiz qo'shilgan bo'lsa, biz shunga xursandmiz. Alloh taolo komil mukammal shifo ato qilsin. Quyidagi qo'yilayotgan raqamlar shaxsan o'zimning telefon raqamlarim, murojaat qiling. Jigar sohasi bo'yicha, onkologiya soha bo'yicha, buyrak sohasi, oshqozon, suyak, o'smalar, Parkinson, shunga o'xshash turli xil kasallar bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Hamro Travel Medical Turizm qonuniy firma siz uchun doim dardingiz uchun hamroh. Bizda ketishdan oldin mana bunaqa shartnomalar bo'ladi. O'qib tanishib chiqasiz. Biz bunga imzo va pechatlarni bosib beramiz. Bu degani shu yerda sizga bergan va'damiz albatta Hindistonda hammasi bo'ladi. Chunki siz qo'rqmaysiz, qo'lingizda shartnomangiz bor. Meni imzoyim bor va meni pechatim bor. Sog' borib salomat kelishingiz uchun duolarimiz bor. Va oxiri da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.